Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, bizni muntazam kuzatib boruvchi aka-ukalar. Akalar Qirg'izistonda bo'g'oz sog'lig'ini so'raganlarga o'sha yirik suyakli variantda so'raganlarga yetib keldi. Obunachilar optim joyiga yetib kelganmiz, Jobirxon akamiz qo'ralariga. Jobirxon aka nima gap? Assalomu alaykum obunachilar, Hasanboy. Bugunga 200 bosh sog'lig'imiz bor. Yangi partiya keldi. 200 bosh. Hasanboy bugunga narxi bor-ku. Ha. Shunda yerga uramanki, ishonavering. Qara urasiz. Ammo hayron qolar. Mana shu bo'ladi faqat. Qo'ylarni ko'rsatdi. Obunachilar soni 200 bosh. Bittadan like bosib kuzataveradigan joyiga yetib keldi. Jobirxon aka bo'ladi, yosh qanaqa? Kechroq kelib qoldi-da. Kechroq chiqaryapti, bugunga ozroq chiqaram. Ertaga xudo xolsa Davomi chiqadi. davomi bo'ladi. Soni 200 bosh. Narxi ham bor-ku. Aytdim, kichkina urdi. Ha. Shu darajada yerga uriladi. Bo'ldi. Xo'p, bular narxini boshida aytib keting Jobirxon aka. Yosh o'yinlarni aytdim. Bo'ldi, yoshlarni aytingchi bularni. Bular ikkinchi qorinda. Ikkinchi, uchinchi qoringa bo'g'oz, hammasi. Hammasi bo'g'oz. Yomon gapirib, yosh gapirib, ko'rinchi qoringa ham bor, kam. Hop. Hammasi bo'g'oz. Bari bo'g'oz, hammasi obunachilar mana. Qo'y deb turganlari bor. 1-2 oyda tug'adiganlari ham bor obunachilar buni ichida mana. Obunachilar mana shu holatga yetib kelgan. 1 oy 2 oyda tug'adigan variantlarni so'raganlarga yetib keldi. Oldi 1 oy. Oldi 1 oyda bolalashni boshlaydi, xudo xolasa. Bir kun Bo'ldi. bitta jiyanga berdik, bitta sog'lig'imizni. Hop, Tug'maydigan sog'lig'imiz bir haftada tug'di. bir haftada tug'di. 3 kor tug'ib berdi. Bo'ldi. Obunachilar bularni endi bir boshdan ko'rsatib o'tamiz sizlarga. Bularni endi bo'yini qanaqa Jobirxon aka? Bo'ylar eng past 80. Buning ichida 3 dona kichkina 80 dan sotilgan. Hop, 80 eng pasti. Eng past 80, hali 85 plus. Qolgan 85 plusga olishaveradi. 5-6 ta bor xolos. 81 6 ta o'raylik, qolgani 85 plus obunachilar. 85 plus. Bu yerda o'zi nechta Jobirxon aka? 85 plus minus deydi, shu bir ikki hisob. Bo'ldi, bu yerda soni nechta o'zi? Bu yerda soni 30 bor. 30 bosh. Bari bo'g'oz. Bo'ldi. 100 qo'y xudo xolos. Shoshlarga o'rnatlarga ketdi. Narxlar aytingchi endi. Narxini bor-ku, yerga o'tib tilpakni qo'yaman. Bir hafta odam qo'yib qo'yadi bu narxni. Bo'ldi, aytingchi. 4 million 800, 5 million 200, 5,5, 6 milliondan qo'yapti-da. Hop. Optimiga 50, buni optimiga 47 bosh qo'yamiz. Bugunga. Hop. Ertaga qo'ygan qo'yiladi. 4 million 700 ming so'mdan bir savdo 47 boshi. 4 million 700 ming so'm. Ana sonaga nima deysiz bu narxlarga? 100 mingdan o'tib berasan, ya'ni hammasini olishadi. Kreditdan hammasini olishadigan odam bo'lsa 4 million 600 ming so'mdan bob bor ekan. Aliyo deb telefon qilgan odamga sotaman 4 million 600 ming so'mdan bir Bo'ldi. yerga. Bor baraka olmasa shoshilaverasizlar. Bo'lsa 5 million so'mdan lekin. Donaga 5 milliondan. Qolgani 46 dan. Kalla olsa 5 million, montaj kalla olish olsin. Bo'ldi. Obunachilar hammasini oladigan obunachilarimiz bo'lsa 4 million 600 ming so'mdan tanlab olishga 5 million so'mdan shoshilaveramiz. Obunachilar bundaqa go'zal variantlarni so'raganlar, suyayli variantlar yetib keldi. Hop. Yolg'on beyda boshqa yo'q. Ha. Obunachilarimiz shunda olsin, foyda qilsin. Tug'adi qo'ylardan 5 milliondan foydasi bor, xudo xolasa. Bo'ldi, obunachilar shoshilaverasizlar. Bittadan like bosib ko'raveradigan variantlar. Jobirxon aka, bu endi telefon nomerlarini aytib o'tib ketingchi. Hasanboy yana bir gap, obunachilarimiz kanallarga bitta odamlar yozyapti, kommentariyalarga. Negativ bo'lyapti. Negativ bo'lyapti. Biz ilojini boricha obunachilarimizni harakat qilyapmiz, chiroyli vajlar chiqarish uchun. Hop. Obunachilarimizdan bittasini so'raymiz, obunachilarimiz kommentariyaga chiroyli Otangga rahmat deb yozib qo'ysa bo'ldi bittadan. Boltanga rahmat deb yozib ketishsin. Hop. Ilojini boricha arzon, chiroyli, sifatli vajlar berishga harakatda bo'lamiz. Bo'ldi. Biz ham olib kelsak, jichcha qo'yib sotamiz. Sababi tirikchilikda. Boshqa narsa emas, buni ko'p qo'ymaymiz. Tirs sotiladi, tirs aylansa apparatimiz bizga yaxshi bo'ladi. Bo'ldi, bular dastlabkasigacha bo'ladi. Ular dastlabkasi Samarqandgacha beramiz. Samarqandgacha 4 million 600 ming so'mdan ketaveradi bir joyga obunachilar. Bir joyga. Tanlab olishga 5 milliondan. 7tasi bir joyga. Kreditasi bir joyga olsa 4 million 700 ming so'mdan ketaveradi. 10 tagacha tanlasa 5 million so'mdan. 10 tagacha 5 milliondan. Undan uyog'i 4 million 700 ming so'mdan. 4 million 600 dan optimiga. 4 million 600 ming so'mdan. Telefon nomerini aytib o'tingchi. Nomerlarni qoldirib, manzillarni aytmadi, Hasanboy. Manzilni ham ayting bo'pti. Manzillarni Namangan viloyati, Namangan tumani, Ipog'olon qishlog'ida eng optimchilar orzonchilar qishlog'i. Men bugundan yangi boshladim ijodni qaytadan. Hop. Sinalarni narxlarni yerga urib chuqurga tushirib yuboramiz. Ishonavering bundan bor narxni. Bundan bu yerda har kuni qo'y chiqadi. Har kuniga qo'y chiqadi xudo xolasa. Inshaalloh yashab tursam, yurak urib tursa qo'y chiqaveradi. Bo'ldi. Gap endi telefon nomerini aytingchi. Nomerlarimiz
50'lik. 882. 882. 90 raqamga qo'ng'iroq qiladi. Yana bitta bu raqamimiz Naboda Zeynov bo'lsa ikkinchi raqamimiz 95lik. 95'lik. 860 860 3757 raqamga qo'ng'iroq qilishaversin. 29 soat alamida bo'ladi. 37 57 telefon raqamiga aloqaga chiqarasizlar. Obunachilar telefon qilgan mana ishlarini. Hasanboy mashg'ullardi mana. Bo'g'oz 100% mana. 100% bo'g'oz obunachilar. 100% mana. O'ta go'zal. Kishi ham bularda Hasanboy Ishni ham bir ko'rsatingchi. mana kishilar mana. Nechta? 6 ta? 8 ta. 8 ta. Eng kattasi 8 ta ya. Eng katta 8 ta 5-6 ta bor xolos. Bo'ldi obunachilar, bittadan like podpiskani bosib qo'llab-quvvatlab turaverasizlar. Bundan bu yerda eng arzon qo'ylar Jobron akamiz chiqaradilar. Sog' salomat bo'linglar.